يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatlik musulmon qarindoshlar mu'minlarga nido darsimizning bugungi qismisi qarzning hukmlari haqida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolaning kitobi Qur'oni Karimning 282 oyati Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh falyaktub baynakum katibun bil adli ila oxiril oya. Shu oyatning oxirgichilik bugungi darsimiz shuningda bo'ladi. Aziz musulmon qarindoshlar, har bir mu'minning g'oyasi, orzusi Allah subhanahu va taolaning roziligiga erishish. Mu'min Allohu g'oyatuna. Allah bizning g'oyamiz, ya'ni uni rozi qilish, uning rizoligiga erishish bizning g'oyamiz degan bu shuar bilan yashaydi. Shuning uchun mu'min har so'ziga, har ishiga diqqat qiladi va uni o'ylab qiladi. Allah subhanahu va taoloni rozi qilish nima bilan bo'ladi desa, Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga agishish va uni o'zining hayotida o'lgan namuna qilish bilan bo'ladi. Shuning uchun mu'min va rasul qudvatuna, payg'ambar alayhissalatu vassalam bizning o'ligimiz va bizning rahbarimiz deb yashaydi. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohni rozi qilishda, Allohga haqiqiy payg'ambarlik vazifasini ado qilgan bo'lishda nimaga asoslangan desa, Qur'oni Karimga asoslangan. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning hayoti Qur'on edi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning so'zi Qur'on edi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning yo'li Qur'on edi. Shuning uchun mu'min musulmonlar val Qur'onu dasturuna. Qur'on bizning qonunimiz, dasturimiz deb yashaydi. Demak, Qur'oni Karim musulmonning oiladagi, musulmonning jamiyatidagi, davlatidagi, jamoatidagi qonun va dasturidir. Qur'on musulmonni Allah subhanahu va taologa yetkazishda, jannatga akirishda, dunyoda baxtlik hayotga ega qilishda birdan bir kafil bo'lgan kitobdir. Qur'oni Karim ibodat kitobi, axloq kitobi, muomala kitobi, siyosat kitobi, iqtisod kitobi, turmushning umumiy sohalarini hammani o'z ichiga olgan kitobdir. Shuning uchun bir musulmon ibodatga ahamiyat berdi, axloqqa ahamiyat bermasa, yoki muomalaga ahamiyat bermasa, yoki siyosatga ahamiyat bermasa, yo davlatga ahamiyat bermasa, o mukammal Qur'onga mansub bo'lgan musulmon bo'lolmaydi. Mana bugungi darsimiz Qur'oni Karimning musulmonlar o'zining ijtimoiy jamiyatida bir-biriga qiladigan muomala, bir-biriga qilgan yordamlarda qandoq bo'lish masalasini yuritib beradigan, bayon qilib beradigan bir dastur va o'lchamiz qarindoshlar. İnsan kishilik jamiyatida jamoat bilan aralashib yashaydi. Boshqalar bilan ilm birim qiladi. Mana bu ilm birimni
ibodatga aylantirish, Allohning roziligiga erishadigan bir vositaga aylantirish va u orqali musulmonligini isbotlash, uning ibodati, uning axloqi, uning muomalasi barcha sharikda Qur'onning o'lchimiga uyg'un bo'lgan chaqda bo'ladi. Bu oyatning oldida Allah subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga o'zining iqtisodi bor kishilarda Allah yo'lida, yaxshilik yo'lida iqtisodlaringlarni chiqim qilinglar, jamiyatning qiyinchiligini va kishilarning ehtiyojini sizlar hal qilinglar, yordamlashinglar deb buyurdi. İkinci bu oyatning oldidagi oyatda jazoni o'sim haqida Allah gap qildi. Qarindoshlar, insonlar bilan yashaydigan ilm bilim bilan yashaydi. Birisi birisiga ehtiyoj bo'lib yashaydi. Undaqda ba'zi qarz elishga to'g'ri keladi va qarz berishga to'g'ri keladi. Mana bu jamiyatdagi ilm bilim, qarz elish berish hammasi insonning ehtiyojini hal qiladigan, bir-biriga mehr shafqat yetkazadigan vosita bo'lishdan sirt islomiy jamiyatning asosi, musulmondachilikning haqiqiy bir yildizi qarindoshlar. Ammo bu fursatdan, ya'ni kishilarning ehtiyoji tushadigan bu fursatdan bir turkum ochko'z, jazonixo'r insonlar qanday foydalanadi desa, boshqalar qarz so'rab kelsa yoki ehtiyoji bo'lib qolganlikdan yordam so'rab kelsa, darhol uningdan bir manfaat undirishni o'ylaydi da, men sana bo'pti qarz beray, yordam qilay, ehtiyojingni men hal qilay, ammo sana buningda sen menga buningda nima foyda yetkazsan deydi. Moddiy jihatdan masalan bugungi mayli bütün sistemlar, banka sistemlaridan iborat bo'lsin, 100 lira pul bersa, uni kin qaytolgan chaqda ma'lum nisbatni qo'shib qoladiganligini bayon qiladi. Mana bu insonning ehtiyojidan foydalanib turib manfaat parastlik qilish. Islom buni chekladi, keskin harom qildi, to'sdi. Ammo bugungi darsimizda buning badali bo'lgan, ya'ni kishining ehtiyoji tushgan va kishi muhtoj bo'lgan vaqtda manfaatsiz, badalsiz yordam beradigan, qo'llaydigan, kishilik jamiyatni go'zal, baxtli taraqqiy qilishiga asos bo'ladigan ishqa Allah subhanahu va taolo biz mu'minlarni chaqirib, mana bu iymonning talabi deydi. Allah taolo bu oyatda ya ayyuhallazina amanu, ey mu'minlar, ya'ni menga ishongan, mening islomdan iborat yo'limni o'zining yo'li qilib, biz Allah'ni razı qilish shuarimiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni ölgü qilish mizanimiz, Kur'an-ı Kerim'ni hayatımızın dasturi ve ölçümü qilish prinsipimiz degan mu'minlar. Tuvendiki hüküm bu davanın rast ve yalğanlıqını isbotlaydigan, tuvendiki hükümge amel qilish ve onu hayatga tatbiqlash şu iman davasının ameli işkellikini yoki saxta ekanligini oshkorlaydigan bir o'lcham, bu mu'minning qilishga tegishli ishi deganni Allah subhanahu va taolo bayon qildi. Chunki mu'min har qanday ishga kirmoqchi bo'lsa, har qanday ishni boshlamoqchi bo'lsa, oldi bilan iymon nuqtasidan qarab turib boshlaydi. Islom nuqtasidan qarab turib boshlaydi. Kur'an nuqtasidan qarab turib boshlaydi. İslam nima deydi? Qur'on nima deydi? Bu ishda mening Rabbimning roziligi bormi yo'qmi degan nuqtasidan qarab turib boshlaydi. Shuning uchun mu'min bu ishga
iymon bilan kirganlik uchun Alloh subhanahu va taolo oldi bilan seni bizlarni bu iymondagi to'xtamni eslatadi. Chunki iymon Alloh bilan bizning o'tirimizdagi qasam, to'xtam. Biz sanla bo'ysunamiz, sanla baş egimiz, sening yo'linglar bizning yo'limiz. Onundan başka her qandaq, İslamdan başka her qandaq yolni tunumaymiz, e'tirof qilmaymiz degan mu'minlar sizlarga rasul bo'lsanglar, tuvandagi hukm, tuvandagi yo'l yo'q, tuvandagi sening qilishga tegishli ishinglar deb Alloh taolo bu yerda bayon qilib, nima deydi o desa, "İza tadayantum bidaynin" agar sizlar qarz elish va berish muomala qilsanglar deydi. Ya'ni bir taraf sizlardan qarz so'rasa, uningga bersanglar. Yoki qarz bergan bo'lsanglar, uni olmoqchi bo'lsanglar, bunda qilmoqchi bo'lsanglar, ila ajal, ya'ni u bir muayyan muddatga qadar 1 yillik, 6 oylik, 15 kunlik degan muddatga qadar elish berish qilgan bo'lsanglar, faktubu uni yezib qo'yinglar dedi Alloh taolo. Demak, qarindoshlar, qarz bir inson jamiyatidagi ehtiyoj nuqtasidan bo'ladigan bir ish. Ya'ni kim yana bir kimga muhtoj bo'lib qolmaydigan bir jamiyat yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu qarz elish berish davomli mavjud. Ammo buningdan mu'min musulmon manfaatparastlik qilmaydi. Qarindishining hojatini hal qilish uchun, qarindishining qiyinchiligini yo'q qilish uchun yordam nuqtasini qiladi. Qarz ikki xil bo'ladi. Qarz degan ikki xil bo'lib, biri sen boshqalarga yordam nuqtasidan ma'lum bir narsani berib tursa, bu bir. Ikkinchi birisi sen boshqalardan bir narsa olding, pulini hammani berib bo'lmading. Satqıcı taraf bo'pti, palani vaqtqichilik buning bitkisi turib tursin, shu vaqtda biring deb kin beshga unig'an. Yoki og'uchi taraf satqıchiga oldidan pul berib turgan. Amisi men sizdan bir narsa setib olaman, pulni hozir oldidan berib turay, siz menga malni palani vaqtda degan sifat o'lchami bilan menga biring, bugungi kunda zakalat deb qo'yamiz buni. Biring deyish orqali og'uchiga osonlik yaratish, satqıchiga osonlik yaratish. Mana bu ilm beramiz, birodarlar. Endi inson shunda muomala qilgan vaqtda islom dini nimaga buyurdi desa, oldi bilan muddati aniq bo'lsin deydi. Menga bir qarz berib tursanglar, 2 kundan keyin qaytarsam deb turib 2 yilga, 2 oyga, 2 haftaga kechib ketadigan emas. Aniq bo'lsin. Aniq. Ikkinchi birisi yezinglar dedi Alloh. Og'uchi bilan baguchining o'ttirisi qanchalik yaqin bo'lsin. Masalan, aka-uka bo'lishi mumkin, do'st bo'lishi mumkin, qo'shni bo'lishi mumkin, bir mahallada o'ltiradigan odam bo'lishi mumkin. O qanday bo'lib ketishdan qat'iy nazar buni yezinglar dedi Alloh taolo. Demak, qarindoshlar, Qur'oni Karim bizga shu narsani eslatadiki, muomala qilishgan chaqda yezishni asos qilish kerak. Bugun jamiyatimizda bir-biriga qarz berishdan qochadigan, qarz bermaydigan ahvollar aytdi. Avjaldi. Nimishqa? Qarz berguchi qarzni olib bo'lgandan keyin alanma, qarzni berib bo'lgandan keyin alanmagan. Qarz og'ichimi qarzni qo'lga elib olib qaytug'ili unamagan. Uni suylasa, tutsa, onunga qattiq gap qilgan. Unda qadam burun bermasang bo'lmamti dedi. Mana bu islomda eng cheklangan ish. Chunki yaxshilikning yo'lini itish bu islomdagi eng to'salgan ishning birisi. Alloh subhanahu va taolodan rozilik umid qilib qarz berish bu ibodat, bu axloq, go'zal ish. Ammo uni ip bo'lib bermaslik,
vaqtida qaytarmaslik yoki qaytarishga aldırmaslik bu ham nayt ig'ir ish bu. Shuning uchun yaxshilikning yo'liga itishga sababchi bo'lmaslik kerak. Salaf solihlarning hayotida bunda bir ish o'tgan ekan. Bir kishi qattiq qiziq bir sahroda atqa minib ketayotgan, ya'ni quyoshning ostida atqa minib ketayotgan vaqtda shu insonni ko'ydagidek bu qumliqda bir insonning yalang oyoq ketayotganligini ko'rib, uning ichog'itib, qarindishim, ma u atqa mingin deb atqa mindiryapti. Mindirgandan keyin o atqa mindirvilingan shaxs atqa minib qolib, atning egisini ittirib o'tib, yiqitib o'tib, qechib ketibdi. Qechib ketgandan keyin Helikka atqa mindiruvchi kishi qopab, ana chaqirib, "Ey, men seni atqa mindiruvasam, sen meni ittirib etdin. Bo'pti, mayli buningga. Ammo sen ma gapni depsama kishilarga." Deb o'g'irga debdi-da. Nima uchun? Chunki kishilar bir odam bir o'g'irni bilmay atqa mindiryapti ekan, o'g'ri atning egisini ittirib o'tib qechib ketibdi degan gapni anglab qolsa, bundan keyin hech kimga yaxshilik qilmaydi, atqa mindamaydi va yordam qilmaydi. Bu yaxshilikning qilinishning to'solg'isi bo'lib qolmasin deb buningga nasihat qildi birodarlar. Demak, mana shuningga o'xshagan yaxshilikning yo'lini to'sadigan ishlarni qilib selish bu eng ig'ir ish bu. Jamiyatdagi qarz elish berishlar. Chunki Alloh subhanahu va taolaning "Iza tadayantum bidaynin" degan bu jamiyatning ehtiyoji bu. Qarz elish, qarz berish, birisi birisidan olasizlar. Shuning uchun buni vaqtini aniq, muddatini aniq qilib uni yezinglar. Deyishga Allah'ın alohida ahamiyat berishning sababi og'ichi kichik turib, bag'ichi vaqtdan burun uni tutib, jidal chiqish, ziddiyat paydo bo'lishining oldini olish uchun Alloh subhanahu va taolo buni yezinglar degan. Val yaktub baynakum katibun bil adl. Amni yozgandimi şu ağıcı, bəgici iki tərəf özü yazmaydı. Çünkü bəgici vaxtını qısqa yazışı mümkün. Ağıcı vaxtını uzunraq vaxtqa yazışı mümkün. Bəgici verilgen nəsinin miqdarını köp yazıb qoyuşı. Ağıcı bolsa, qarz ağan kişi onun az yazıb qoyuşı mümkün. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala yazışqa buyurulgandan kinmi vel yaktub baynakum katibun bil adl. Aranlarda bunu adalet bilen yazılgan bir yazgıcı yazıp bersin. Yani bu qarzning to'xtamini, muamelening to'xtamini adalet bilen yazılgan bir yazgıcı yazıp bersin deydi Allah Taala. Qanday qilmay qarz berguchi kishiga yan besib ketmasdan yoki qarz og'ichi kishiga ichi og'itib ketmasdan odillik bilan, ya'ni sommisini, vaqtini aniq deyishgan peticha yozadigan bir yozuvchi yazib bersin deb Alloh taolo bu yerda bayon qildi. Bu yozuvchi katibmi nima bo'ladi? Guvohchi bo'ladi. Allah oyatning 5'ida şu kadar inçki cumhurbaşkanı nokta. Ayetinin 5'ida yazışqa buyurgandan keyin çoqum qarz elish berish qilgan shaxslar hammasi yoza oladigan shaxslar bo'lmasligi mumkin. Yoki bo'lgan taqdirdami uni o'zi yozmay, yana boshqalarning yozib berishi bu muomalaning mustahkam buluşuğa asas buludu. Şu Allah vel yaktub katibun baynakum bil adl. Adalet bilen yazgıcı katip yazıp bersin dedi. Bu vazifeni xat yazalaydigan kişilerin üstüge hem yükledi mi İslam? Şunun için İslam dini meselelerini ortak üstüge yükleydi aziz kardeşler.
Dinda, İslam dinimizde şəxsləşkən məsələ intayin az. Umumi məsələ cemaatleşiklik, namaz cemaatleşiklik, devlet kuruş cemaatleşiklik, zulümge karşı turuş cemaatleşiklik, hatta qariz meselesi okşaş, muşa meselemi cemaatleşiklik ki kembagılga iqtisadi bakışı bəsun, ama bunun muamelesiga yeni bir kişi arlaşsın, yazgıcı arlaşsın, bunu yazsın. Mana bu kadar mesuliyet cemaat üstüne. Allah Teala bu yerde bu yazışның ne kadar muhimligini bayan qilib bo'lgandan keyin yazgıçılarga hitap qilib va la ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahullah deydi. Üçüncü bir tarafga o'tdi. Katib yani yazgıcı, xat yaza oladigan yazgıcı yazishdan bosh tortmasin. Her xil banalarni ko'ksitib, sabablarni ko'ksitib, mening vaqtim yetmaydi ekan, mening yazishga ishim chiqib qilib, fursatim chiqmaydi ekan deb turvamison. Buningga yazishni bildirgan, shu yozg'udek iqtidor qobiliyatni bergan bir Rabbi bor, kama allamahullah. Onunğa Allah subhanahu wa ta'ala yazışını ügetken bunun şükürsünü ada kılsın dedi. Karındaşlar her nimetinin bir şükürüsü var. Yazalaydık Allah yazış arkalık. Sözleyeleydik Allah sözleş arkalık. İlim bergerler Allah ügüteleydik Allah ügütüş arkalık. İktisat bergerler iktisatlarını secdeş arkalık. Güç kuvvet bergerler gücünü serip kılış arkalık. Her nimetinin bir şükürüsü var. O nimetinin şükrüsü şu nimetinin özüdün buludu. Allah ne bergen boz insanga şu nimetinin hakkını ada kılış gerek. Nege? İslami cemiyetke, İslami cemaatke, Müslümanlığa ada kılış gerek. Allah bu yerde yani katiplarımı bir hitap kıldı. Benim işim vardı. Onumay turvamısın. Çünkü İslam cemiyeti Müslümanların tinç, dostane, inak, birbiriga bağlangan halette yaşaşını İslam dininin asası yıldızı kılgan. Şunun için Müslümanlar birbiriga kıladigan her qanday yardımını İslam ibadet deb bayan kılgan. İbadet deb ko'rsatgan. Onu kıladigan yardımını. Mana bu yerdeki katibimi Allah Teala hey, mening ishim chiqib qolgan deb unumay turvamısın deb qilib nimetni eslatdi. Senin bu yezish iqtidoringni kim berdi? Sen yazanmaydiganlarning oldida yazg'uchilik bo'lish uchun sana bu nimetni kim berdi? Bunu o'yla dedi Allah Teala. Allah yeni ta'kidlab fel yaktub yazsun dedi. Yazsun. Vel yumli lillezî aleyhil hak. Yazgandan keyin bu yerda yazış jarayonida nima yoziladi? Buni bir deb berish kerak endi. Allah bunimi inchki bayon qilib berib, ustida haq bo'lgan, ya'ni berishga tegishlik haq ustida bo'lgan kishi deb bersin deydi. Yani o qarz bergan kishi deb bermasdan olgan kishi deb bersin. Qanchalikligini, vaqtining qachongachalikligini buni shu deb bersin. Chunki Allah Teala bu yerda bergan kishini deb bersin demasdan olgan kishini deb bersin dedi. Bu nima e'tirof? Og'uchi o'zi e'tirof qilsin oldi bilan. Falanının karşı tarafının benim üstümde mandak bir hakkı var deganini e'tirof qilsin deydi. Bu qog'ozga yozishdan burun bir e'tirof, ikkinchi qog'ozga yozish bilan e'tirof, uchinchi yozish bilan uning ustiga hujjatni to'g'izish, faktni to'g'izish. Bugun musulmonlar jamiyatiga qarasak, atrofimizga qarasak, bu do'stimdi, bu yaqinimdi, bu ishonchli kishiydi degan mushxil qarash bilan yoki bir to'xtam bahslar ya deydisam xijil oldum degan bu xil qarash bilan mana Allah subhanahu va taolaning bu hukmini ijro qilmagan bu jamiyatda
her türlü ziddiyetler, öçümenlikler, fitneler, birisi birisinin keynidini gayvet kılışla oturup çıkıvatıdır kardeşler. Baganda yaxshi bo'lgan kishi uni tutqanda yomon bo'lib qolgan. Baga vaqtida shunda obdan bir odam ani qaytirib bering degan vaqtda eski bo'lib qolgan. Bu ishlar bo'layotdi. Baguchilarga, og'uchilar bundan keyin boshqalarga yordam qilmaslik, qarz bermaslik yo'llarini itib o'tyapti az qarindoshlar. Mana bu eng ig'ir jinoyat. Allah şuna bu muamelede buyruq qilib kichik baliq o'rgatgandek o'rgatyapti. Val yattaqillaha rabbah va la yabkhas minhu shay. Allah o'zining igisi bo'lgan Allohdan qo'rqsin. Bu yerda Alloh degan so'zni deb bo'lganligini Rabbah deyishning sababi seni dunyoga yaratib, bu yerga akilib, yeni dunyodan olib keladigan bir Rabbing bor, ma'nodan qo'rq. Onundan bir narsani, yani haqdan bir narsani kamaytmasin. Mayli yozuvchimi kamaytib etmasin, og'uchichi umi kamaytib etmasin. Her ikkisi Allohdan qo'rqsin dedi. Yani yezish taqvolik asosida bo'lsin. Alloh taolo debbasun og'uchi kishi debbasun deb bo'lgandan keyin agar uningda bir masala bo'lib qolsa, uni qanday hal qilamiz degan yakaganda fa in kana allazi alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Agar ustida haq bor kishi, ya'ni bilishga tegishli haq bor kishi aqli ojiz kishi ekan. Aqli ojiz. Kallasının suyu var. Bunda adam bu kaptı. Ya ki zayıf, gap kılanmaydıgan. Tili meltük, düşünüşlük gap kılanmaydıgan kişi buptu. Ya ki depremmaydıgan, yani gaçat. Bunda kişi bu kasa, velisi, onun velisi, ata anısı, onunla mesul bulunduğun mesul bulunduğun kişi adalet bilen bunu debbasun dedi. Allah bu yerde adalet bilen debbasun dedi. Bu küçük varken ya ki bu acizken de hiç kelimemen de karşı tarafının hakkıya bozgunçuluk kalmasın dedi. Karanlık Allah'ın sözü. Hey bu gaçığı yazıp birin demtimen aklı cahide emes adam gezip birin demtimen demestin onun ilgisini tepip onundan yazdığın, onu itiraf kılgızgın, o debbasun davatıdır İslam. Çünkü bu kadar inçkeleşinin sebebi cemiyette yardımının yolları, başkaları yaxşılık kılışının yolları, elim biriminin yolları tosulap kalmışsın, toktap kalmışsın. Şu sebeple cemiyet buzukçılık olmasın deyil Allah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bunu da qo'ygandan keyin vastashhidu shahidayn min rijalikum. Erkekleringlardan vijdoni bor, haqiqatni qo'g'daydigan, haq oldida tik tura oladigan erkeklardan ikkini sizlar guvohchi qilinglar. Yezish bilan birga guvohchi qilish masalasini Alloh bu yerda bayon qildi. Agar ikki erkak bo'lmasa, qanday qilamiz degan bu yerdami? Agar ikki erkak bo'lmasa, bir erkak va ikki ayol bo'lsin dedi. Ikki ayol bir erkakning o'rnida. Mimman tardawna min ash-shuhada, uning taqvoligiga, uning adolatiga, uning haq oldida mustahkam tura oladigan kishi ekanligiga sizlar rozi bo'lgan bunda guvohchilardan deydi Alloh. Qanday guvohchi bo'lsa bo'lmaydi bu yerda. Buning sababini ikki ayolni tanlashning sababi ikkisining birisi
antadilla unutib qolsa yoki xatolashib qolsa birisi yana birini eslatib qo'yish uchun deydi. Aziz qarindoshlar, İslamda ayol kishi bilan er kishi asosan farq yo'q. Taklifda farq yo'q. Namoz o'qish, ro'za o'qish, zakat o'qish, masalan, taklifda farq yo'q. Mas'uliyatda farq yo'q. Ayolning mas'uliyati bor, erning mas'uliyati bor. Ahkamda, hükümlerde fark yok. Asasen, umumeten er ve ayol hüküm okşar. İslam er ve ayolni asasen beraber kıldı. Beraber kıldı. Er kişinin vazifesi bilen ayol kişinin vazifesi mi umumeten okşar. Ama malum dairede farklanır. Erinin vazifesi ayrı, ayolning vazifesi ayrı. Xuddi ayol kishi uyning ichki ishlar ministrlik o'xshasa, er kishi davlatni umumiy idora qiladigan davlat boshlig'iga o'xshaydi. O davlat boshlig'i ichki ishlar, tashqi ishlar, davlat, chegara, bexatarlik hammadan mas'ul bo'lganidek ayol kishi faqat shu ichki ishlar, uyning ichki ishlaridan bolalarni beqish, oilani yaxshi tarbiyalash, uyning ichidagi omonatni yaxshi saqlash degandek ma'u taraflardan farqlanadi. Ya'ni vazifa tarafdan farqlanadi, mas'uliyat tarafdan azroq farqlanadi. Umumiy ahkamda uning farqi yo'q. Alloh taolo mana bir oyatda fastajaba lahum robbuhum anni la udi'u amala amilin min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. O musulmonlarga Robbi duosi ijobat qildi. Nima deb? Men sizlarning er ayol bo'lsin, kim amal qilgan bo'lsa uning amalini bekor qilyapmayman deb ijobat qildi dedi. O'xshash. Ba'zanlardan Alloh bu yerda bayon qildi. Demek umumi dairede o'xshaydi, ma'lum dairlarda farqlanadi. Ayolning bir vazifasi var, erning bir vazifasi var. Biz yuqorida deganidek. Bu nuqtadan Allah subhanahu va taolo er bilan ayolning tabiatini ma'lum farqlandirgan. Ayol kishi ya'ni mehribon, nahayat rahimdil ichag'itadigan kuyimcan keladi. Hissiyatlik keladi. Er kishi bo'lsa irodelik, o'zini tutib olgan, masalalarni atrofliq o'ylaydigan, foyda manfaat nuqtasiga yaxshi qaraydigan bu tarafdan bunda keladi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo bir er, ikki ayol deb bu yerda bayon qilgan. İslam düşmanları del mana bu nuqtani tarixdan biri tutqu qilib turib İslamga hujum qilayotgan. İslam ayol kishiga zulm qiladi, İslam ayol kishini teng ko'mmaydi, İslam ayol kishiga yaxshi muomala qilmaydi. İslam ayol kishini shu uyning ichiga lam solaydi, bola vaqisa, uy yug'ishtirsa, tamoq yetsa, sening jamiyat bilan, davlat bilan, siyosat bilan, atrof bilan ishing yo'q deb ayol kishini qo'lning o'rnida ko'rdi deb tuhmat qiladi. Hatto ayol kishining aqlini er kishidan yerim o'rnida ko'rdi deb buni tuhmat qiladi qardoshlar. Afsuski İslam düşmanlariga mayil bo'lib ketgan bir qism musulmonlarmi bu haqda shunday o'ylaydi. Ammo islom ayol kishiga zulm qilgan emas. Asli zulmni islomning dushmanlari qilgan. Ayollarning qadrini tushirish, qimmatini yo'qotish, ayollar har ishda barobar deyish orqali ayollarni erlarning birdan bir o'yinchi qilgan. İslam ayolni eng mukarram, qo'g'diladigan, hurmatlik holatda muomala qiladi. Uning bütün nimelerini masalan
chiqim qilishdan boshlab barcha iqtisodiy hamma tarafdan erning ustiga yuklab ayol kishiga bu g'amni atmagan. Ayol kishini shu uydan iborat bir bog'ning ichini ko'katgin, bog'ning ichini sen haqiqiy bog'qa aylantirgin. Har kishi o yerga kirsa ko'nglini xursand qilgudek yerga aylantirgin. Buning umumiy chiqimi, buning umumiy mas'uliyati erning ustiga degan. Ammo islom dushmanlari ayolni so'rash ochiqish orqali butun g'amda, dardda, azobda, qiyinchilikda ayollarni o'xshash qilyotdi. Mayli, bu meseleге biz çökmeyli. Muhim mesele İslam bu yerde ayallarının iki ayalını bir ayalının ki onu da turuşunu özü bayan kıldı. Birisi unutup kalsı yeni birisi ehemmiyet versində. Bu yerdeki bunda buluşu ayal kişinin en muhim vazifesi aile boğanlık için. Ayal kişinin ne iktisat, ticaret, ilim setim, cemiyetlerini başkuruş, maaşlarda bilimi çık yok. Bunda bo'lmaganligi uchun islom va bu ayol bunga pek ahamiyat bermaydi. Islom jamiyatida ayollar bunga pek ahamiyat bermaydi. Uning butun chiqimini qilib beradigan er bo'lganligi uchun bunga ahamiyat bermaydi. Shuning uchun unutib qoladi, esidan chiqadi. Yoki u bu ishlarni yaxshi bilmaydi. Bilmaganligi uchun birisini to'liqlasin, mukammallasin degan bu sababdan. Ikkinchi birisi ayollar hamildor bo'lish, bola emitish, balı terbiyeleş, kosak götürüş, yoki ayollar kesili buluş degandek nurgun taraflar bilan cemiyette teng mas'uliyat ado qilinmaydi. Mahkemalarga boradigan, sot oldiga boradigan vaqtlarda guvohchilikka kelishga tegishli vaqtlarda kelinmaydigan yoki o ayol kishi yolg'iz yiroqdan yiroqlarga safar qilinmagan bo'lg'achqa buningdan nurg'un masalalar chiqadi. Shunga islom birisi unutib qolsa, yana birisi aslasin deb Alloh subhanahu va taolo bu yerda buni bayon qilgan. Eng muhim nokta muomalalarda yezish ve guvaletiş. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. Endi guvohchilarmi chaqirilgan vaqtda bosh tortmasin. Guvoh bo'lib biring desa, uningga bosh tortmasin. Qanday bir guvohchi guvohlikni ado qilishdan guvoh bo'lib biring desa, guvohlikni ado qilishdan bosh tortadi degan, bu Allohga yosilik qilgan inson bu. Guvoh bo'lib biring desa, yoki guvohlikni ado qilib biring desa, bu uningga bosh tortmasin. Ya mening ishim beydi deb buningga bosh tortmaslik kerak. Demek aziz qarindoshlar, islom faqat ibodatlam emas, axloqlam emas, siyosatlam emas, jihodlam emas, iqtisodlam emas. Islom bütün soha. Guvohchilikka chaqirilganda vazifasini ado qilish, yozg'uchilikka chaqirilgan chaqda vazifasini ado qilish, ilm bilim qarz muomalasi qilganda iqtisodiy bog'lar qarz berish, qiyinchiliklar qilib qolganlar qarz elish va uni vaqtida qaytarish, to'xtamlashish. Mana buning hammasi bir-biriga bog'lanib ketgan. Birisi boshda olsa, birisi mas'uliyatsizlik qilsa qat'iy bo'lmaydigan umumiy bir ibodat, Allohni rozi qiladigan ish bu. Çünkü islomni anda kichikgina doiraga qo'ymaylar. Islom degan din o. Yani islom davlat. Çünkü onun qonunini davlat asosida tatbiqlanmasa tatbiqlanib bo'lmaydi. Siyosat, do'st dushmani va ibodat, axloq, muomala, vatan va islom musulmon yashaydigan tuproq bu sohalardan islom umumiy bir narsa. ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا. Guvohchilar bosh tortmasin. Nima uchun? Chunki guvohchi haqni haq qiladi, botilni yo'q qiladi. Haq bo'ladigan, botil yo'q bo'ladigan bundaq maydonda o'zining guvohligini ado qilmagan kishi Allohning oldida xoin kishi u. Musulmonning oldida xoin kishi u qarindoshlar. Mana bugun bu faqat muomala bilan masala emas.
haq sap bilan batıl sap ayrılmagan vaqtda, haq taraf bilan batıl taraf ayrılmagan vaqtda, zalim bilan mazlum ayrılmagan vaqtda, haq sapni, to'g'ri sapni bilgan turib yushurnib olgan, yo'ginib olgan, öz mas'uliyatini ado qilmaganlar bular millatga, dinga xoinlik qilgan xiyonatkorlar. Allah iza ma'du'u deydi. Chaqilgan vaqtda bular bosh tortmasin deydi. Shuning uchun dinni umumiy bir tushunishimiz lozim biz. Din bir bütün gavdasi qarindoshlar. Din bütün gavda. Bunun hammini ado qilish lozim. Shaxs xarakterligi va oila xarakterligi va jamiyat xarakterligi va davlat xarakterligi va buni hammani yaxshi tushunishimiz lozim. Allah deydi: "Va la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi." Hamda bu yerda bir qiyinchilik bo'lishi mumkin-da. O katibni tepish, guvohchini tepish, tek o guvohchilik kagilunmay turib olishi, ishlari ko'p bo'lib qolishi sababdan zirikib bo'ldi yozmasaqmi yozmayli deyish. Bu bir ahvol chiqib qoladi-da. Yoki cho'ng shaklda million ya 100 ming ya 40-50 ming degandek bu so'mmasi miqdori ko'p bo'lgan bundalığa yezilsimi ama so'mmasi miqdori az bo'lgan buningga yezilmaslik ehtimoli bo'lganligi uchun Allah deydi: "Sizlar bu qarzni kichik bo'lsin yo cho'ng bo'lsin, muddatiga qadar uni sizlar yezishdan zerikmanglar" deydi Allah. Cho'ng bo'lsin yezinglar, kichik bo'lsin yezinglar, uning muddatini aniq qilib yezinglar, bekitinglar deydi. Qarindoshlar, bu yerda islom vijdonga xitob qilyapti. Bu ibodat masalasi, bu muomala masalasi, bu bir jamiyatning tinch taraqqiy qilish masalasi, bu bir musulmonning musulmonga dushman bo'lib qolmaslik masalasi, do'stlarning yotlashmaslik masalasi, qarindoshlarning go'zal taraqqiy qilish masalasi. Bu masalalarga sal qaramanglar, zirikmanglar, natijasi adovat, dushmanlik, o'lim, nurg'un narsalarni keltirib chiqardi deydi. Çünkü yezilgan her qandaq muamele bu insanni xotirjam qiladi. Ammo yezilmagan her qandaq muamele cho. Mana bugun jamiyatimizda nurg'ulgan hadislarni ko'ryapmiz. Shirkatlar vayron bo'lyapti, uylar bo'lan talan qilinyapti, aloqa munosabatlar uzilyapti, yaqinlar yiroq bo'lyapti, qarz elinmayapti, berilmayapti. Cemiyet intahin düşmanlık, gayvet, şikayet, fitneler oturup çıkarıvatıdı. Bunun hemmisinin sebebi ne mi dese, İslam ölçümü bilen boğmaganlık. Bazı vakitte ağan kişi tenivağan, bazı vakitte bəgən kişi eğriyak deyip duruvağan, ruhacı var mı yok, tohtan var mı yok, oturanlardaki işlerini, hak hukuklarını inik bükütken mi yok? Yok. Kardeşler, şunun bilen hak olmayı, batıl olmayı vatıdı. Allah bu yerde bizge de vatıdı. Bir cemiyetinin, ya bir cemaatinin, ya bir ailenin işlerinin bu kadar çuvalcak bulup getişi, buzulup ketişi nemedin desem şeriatın asası ölçem kılmaganlıktır. Yukarıda deyilgendek ziriktik ya işkence kıldık. Tamam işkence kılın, ahırsızlık kılın. Demiş ki qarz vermeysiz de pulu su adamga sorsa ap bo'lsa vermeydi degan. Siz bu ap bo'lgandan keyin nimishqa qarzni vaqtida qaytarmaysiz desa qaytarolmadim degan. Mana bu islomni to'sqanlik. İslamni yiqqanlik. Ming afsus bugun musulmonlar islomni davlat
qilib qurib chiqamiz, jamiyat qilib qurib chiqamiz, musulmonlar islomni axloq qilib qurib chiqamiz deb da'vo qilib, minglarcha, millionlarcha jonni beryotdi-yu, ammo islomni o'zining hayotida islom qilib qurib chiqmayotdi. Oilasida islom qilib qurib chiqmayotdi. Qur'oni Karim bizga shuni ko'rsatdi-ki, islomni davlat, jamiyat qilib qurib chiqishdan burun oldi bilan oila qilib qurib chiqish, shaxs sifatida qurib chiqish. Har shaxs islom, har oila islom bo'lsin, jamiyat, davlat islom bo'ladi deganni Alloh bizga bayon qilyapti dedi birodarlar. Bir oilaning axloqi, muomalasi, yurish-turishlari islomchimi? Yo'q. Allah Taala mana yuqoridagi bir muncha hukmlarni bayon qilib bo'lgandan uning sababini bayon qilib, "Zalikum aqsatu indallohi va aqwamu lish-shahada va adna alla tartabu" dedi. Ashunda qiling deyishimizning sababi Allohning qishda, Allohning nazarida adil bo'lishimiz uchun. Mana bu Allohning nazarida adilroq bu. Chunki yozgandan keyin hamma narsa oydinlashadi, aniq bo'ladi. To'g'ri guvohlikqa yaraydi bu. Özleri şak qilib qolmaslar. Qachon bergan, qachon bermoqchi eding, qanchalik bergan, qachon qaytarmoqchi eding, ismda yo'q. Ozroq unutib qaptiman. Shuning bilan og'uchi kishi binasi degan, berguchi kishi binasi degan, mana bu yerdan jidal chiqqan. Yoki molning sifatida masala chiqqan. Buning sababini Allah aqsatu indalloh. Allohning oldida adil bo'lay desiniz. To'g'ri guvohlikni o'ttirib qo'yay desiniz, shak qilmay dalil isbot bilan to'rt putini to'rt qaday desiniz, yezing deydi islom deydi. Bir musulmonning qalbida adolat yashnasin, taraqqiy qilsin. Bugun adolat deb hamma dunyo o'ttirib chiqyapti. Birodarlar, adolat degan muomalada bo'ladi, axloqda bo'ladi. Allah bu qadar prinsiplarni bekitib turib qarz berishni islomning eng yuksak pallasi qildi. Bu qadar prinsip o'lchamni bekitib turib qarz masalasida manzallazi yuqrizulloh, kim Allohga qarz beradi dedi. Bir musulmon yana bir musulmon qarindishiga bergan qarzni, bir musulmon yana bir musulmonning qiyinchiligi uchun chiqargan pulni, bir musulmon yana bir musulmonning dardi g'amini ko'tarish uchun xarjlagan pulni menga qarz berganlik deydi Alloh taolo. Fayuza'ifah, Allah onunla qatma-qat qilib berdi dedi. Chunki o ajrini Allohdan, savobini Allohdan kutib qarz beradi. Mana bu prinsip bu o'lcham bilan. Allah deydi, illa an takuna tijaratan hadira tudirunaha. Bu yuqoridagi hukmlardan tuvandagi bir hukmni istisno qilib olamiz. Faqat nahmunah aylantirayotgan tijorat bo'lsa, aranglarda nahmada aylantirayotgan tijorat bo'lsa, falaysa alaykum junahun alla taktubuha, buni yozmasangiz gunoh yo'q dedi. Ilm, birim, nahmunah, sen nah aldın, nah sattın. Bunda bo'lsa yozmasangiz bo'ladi. Chunki haq yo'q. Qachonki berguchi bir qism pulni kim beraman debdi yoki og'uchi bir qism molni kim topshirman debdi, ana shu vaqtda yozish vojib, yozish haq bu. Allah deydi, oxirida yana bu savdoga kelib, vashidu iza tabayatum, savdo setiq qilgan chaqdim guvohlatinglar deydi. Mana buningdan kichik savdo setiqlar bo'lib qolsa mayli, qimmati yuqori emas. Ammo uy, zamin, do'kon deganga o'xshagan kichikgina bir narsalar bo'lib bunda bir sommasi yuqoriroq bo'lib qolsa, buni cho'qim yozish va guvohlatish lozim. Allah deydi, bu yerda guvohlatinglar deydi. Yang ichida o'zaro qilishmaymanlar. Hech kim bilmasin, tuymasin deb qilishmaymanlar deydi. Chunki bunda savdoning oxirisi yana yaxshi chiqmaydi. An Allah va la yudarra katibun va la shahid. Endi bu yerda katib bilan yozuvchi bilan guvohchining haqqini Alloh qo'g'dayotdi. Juma yozuvchi guvohchimiz ziyon urilmasin. Anınga yezib bitmedi yoki guvohlik bitmedi deb o'tirg'i chiqqan bo'lsa,
mayli ağuchi, mayli satquchi taraf bo'lsin, ikki tarafning birining ko'nglini og'ritib selishi, manfaatiga ziyon selishi, ya uningki qarshisiga chiqib qolishi mumkin. Bu sababdan ha mening ziynimga guvohlik berding. yoki sen menga qarshi bir narsa yozding deb uni qaslaydigan, obro'ga chaqiladigan, dushman tutadigan bunda ahvollar bo'lmasin. Chunki o mas'uliyatini ado qildi. Yeni bir ma'nosi senin yezib bir haqqing var, senin guvohlik bir haqqing bor deb onu ecrsiz qo'ymanglar. Mesela bazı vakti guvohlik berishdan 1-2 kun ketadi, yezib berishdan 1,5 kun ketadi. O bir yerda ishlayotgan kishi bo'lib qolgan bo'lsa, yo o'zining kundilik ishiga tayinib turib, jinini boqadigan odam bo'lib qolib qolsa, sizlar o mas'uliyatingiz deb turmay, uning haqqini ado qilinglar. Haq beringlar deydi Alloh taolo. Yaxshilik qilinglar. Uni ado qilsin, sizlar ado qilinglar. Yaxshi ishning davomlashishi uchun yordamlash kerak. O'zining vaqtini chiqadi yezib berish uchun, guvohlik berish uchun sen uningga haq berishing kerak. Yana Alloh subhanahu va taolo va la yudarra katibun va la shahid deb qo'ygandan keyin va in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Agar shunday qilsanglar, ya'ni o yozuvchi yoki guvohchi ziyon solsanglar, iqtisodiy ziyon solsanglar, inovatiga ziyon solibsizlar, yo uning qanini to'kabsizlar, yo boshqa ziyon solgan bo'lsanglar, bu sizlarning Allohning hukmidan chiqqanligini hisob qiladi. Hisoblanadi bu. Buni bilib qo'ying, Allohning hukmidan chiqqanligini hisoblanadi. Allohning hukmidan chiqqanligini biladi bu. Bu dindan chiqqanligini biladi bu. Fusuqun bikum. Alloh buni deb qo'ygandan keyin vattaqullah, Allohdan qo'rqinglar. Har bir kishiga dedi, yozuvchi, guvohchi, ilim berim qilg'uchi, tijoratchi, har bir shaxsga Allohdan qo'rqinglar va yuallimukumullah. Qachon sizlar taqvo bo'lsanglar, Alloh sizlarni dinda olim qiladi. İslamdagi dinning asosi taqvolik, birodarlar. Taqvo ustiga qurilgan ilm manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi. Taqvolikdan ayrilgan ilm manfaatsiz ilm bo'ladi. Vallohu bikulli shayin alim. Oxirida Alloh hamma narsani bilib turadi. Yezing dedi, guvohchi bo'ling dedi, guvohlating dedi, bir ikki ayol hammasini Alloh bilib turadi. Bilgichi o Alloh taolo shuning uchun buyurdi. Sizlar agar ilminglar bunga yetmasa, sizlar Allohning hukmiga bo'ysunib, bu din, bu ibodat, bu Allohning buyrug'i ekan deb amal qilinglar. İslamdagi har bir hukm Allohning ilmining ustiga qurilgan. Ya'ni insonga ilmni bergan, aqlni bergan, qobiliyatni bergan, butun dunyodagi insonlarni bu qadar saviyaga qilgan zotning ilmi ustiga qurilgan bo'lganligi uchun insonlar o ilmning tigini, taktini bilib bo'lmaydi. Har bir hukmning tigi taktini bilib bo'lmaydi. Ammo musulmon faqat uning qiladiganini bo'ysunish, taslim bo'lish. Agar u bo'ysunib taslim bo'lsa, natijasi xayrlik ekanligini u kim biladi deydi Alloh. Chunki men har bir hukmni, har bir qonunni, har bir prinsipni ilm ustiga qurib turib buyurdim, hikmat ustiga qurib turib urlashtirdim. Buning uchun buning aql, ilm hisoblashmasdan amal qilinglar. Sizlar amal qilsanglar, axirda buning ilm, hikmat bilan bo'lganligini bilib qolasizlar deb Alloh taolo vallohu bikulli shayin alim degan so'zi bilan bizga bu ishni bir vaqtda qarindashlar. Bu oyat musulmonlar bir-biri bilan muomala qilishdagi asosiy o'lcham bo'lgan oyat. Prinsip bo'lgan oyat. Buni musulmonlar o'zining hayotida tutqu qilsa, oilasi, jamiyati, jamoati umumyuzlik, tinch, do'stona, muhabbatlik, yaxshilik buloqlari etilib chiqib turadigan bir jamiyatga aylanadi. Qachonki bu oyatning ruhi amillashmasa, musulmonlar bir-biridan qaqshaydigan, bir-biriga g'ayvat qiladigan, bir-biridan nafratlanadigan, dushman tutadigan holat shakllanadi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.